Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan keyin previewdan ko'rgan bo'lsanglar, bugun Polni Send-off nasturkasini ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik igroqlar boshqa o'yinlardan, masalan, PUBG, Free Fire o'shanga o'xshagan o'yinlardan endi kirib kelgani uchun ko'pchilik nasturkani to'lashni yaxshi bilmaydi. O'sha uchun men bu videoni chiqarishga qaror qildim. Bu videoga maksimalli podpishka ko'rsatasizlar degan umiddaman. Bitta obuna va like tugmasini bosib qo'yib, kommentga o'zingizning fikringizni yozib qo'ying. Omadingiz kelsa 100 gold yutib olishingiz mumkin. Va sizlarga videoni boshlamasimdan oldin Pocket Games botini sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. Pocket Games boti bu Send-off bo'yicha eng qulay donat yo'li. U qanaqadir adminlarga yozib vaqt ketkazib o'tirmaysizlar, shunchaki akkauntlarga pul tashlaysizlar, o'zingizlarning Telegram akkauntlarga va xohlagan paytingizda chiqarib olishinglar mumkin. Ishonchli ham tezkor bot desa ham bo'ladi. Unda biz ham videoni cho'zib o'tirmay boshlaymiz. Vid ruк и оружие. Shu funksiya standart va klassik versiyasi bor. Standartda qurolni maksimalni katta ko'rsatadi siz uchun. Mana shu skilllarga qiziqib o'ynaydigan insonlar uchun. Balki ko'pchilik uchun bu qulay funksiyadir. Yana bilmadim, men odatda klassik versiyasida o'ynayman. Klassik versiyasida qurolni maksimalni kichik ko'rsatadi. Bu ko'pincha dushmaningizni yaxshi ko'rish yoki bu interfeysga xalaqit bermasligi uchun. Odatda ko'p iroqlar shu klassik versiyasida o'ynaydi. Ikkinchi funksiyamiz interfeys. Interfeysni отключен qilib qo'ysangiz, sizning ekraningizda hech qanaqa tugma bo'lmaydi. TikTokerlar uchun chiqqan funksiya. Agarda interfeysni выключен qilib qo'ysangiz, hamma tugma ko'rinadi o'zingiz qo'ygandek. Agarda interfeysni to'liq kill fit qilib qo'ysangiz, hech qanaqa tugma ko'rinmaydi, faqat tepada siz otgan insonlar yo dushmanlar o'lgan yo siz o'lganingiz haqidagi kill satlar chiqadi faqat. Переключить на поднятие оружия. Bu funksiyaga bitishga bosib qo'ysangiz, sizda otishib turgan paytingiz, shundoq ustiga kelgan paytingiz olib boradi. Bu menimcha to'liq minus, shunchaki otishib turgan paytingiz sizda 2-3 soniyaga ushlab qoladi. Shuning uchun bu nastroykani o'chirib qo'yishni sizga maslahat beraman. Masalan, siz kimdir bilan otishayotgan paytingiz, orужие ustiga borgan paytingiz olib qo'ymaydi. Siz uni low qilgan bo'lsangiz, bitta o'qli jon qolgan bo'lsa, mana bu orужие olsangiz, siz ushlab qolishingiz mumkin, siz bu yerda minus ham yeb ketishingiz mumkin. Umuman maslahat bermayman bu funksiyani. Keyingi funksiya effekt попадания. Siz bu funksiyani yoqib qo'ysangiz, dushmanga otgan o'qingizdan qon chiqadi. Keyingi funksiya внеигровые уведомления. Padborda turgan paytingiz sizga kimdir сообщение yozsa yoki do'stlashingiz sayfasiga tashlasa, sizga u ko'rinmaydi yo bilinmaydi. O'sha uchun bu funksiyani yoqib qo'ying, sizga kimdir yozgan ko'rinishi uchun. Bu funksiya ham ancha foydali. Keyingi bo'linma bu video grafikasi va uni nastroykalari. Detalizatsiya shaderov. Bu grafikani visokiy qo'ysangiz, sizda devor yoki suv, soyalar hammasi tiniq ko'rinadi, lekin FPS'ingiz tushirib yuboradi. O'sha uchun sredni qo'yganingiz yaxshiroq, agar 60 FPS bo'lsa. Detalizatsiya tekstura bu devorlar 3 ta yoki skilllarni aniq 3 ta effektda ko'rinishini ta'minlab beradigan grafika. Detalizatsiya effekt bu tutun, portlash, dim, molota o'shanga o'xshash narsalarni effektini kuchliroq qilib beradigan grafika. Расширение ekran. Bu grafika o'yinni aniqligi va detallarni eng aniq tiniqligida ko'rsatib beradigan grafika. Анизотропная filtrizatsiya. Bu funksiya uzoqdagi odamni aniq ko'rsatish uchun yoki detallarni 45 fps dan pastiga bu funksiyani 2x dan baland qo'ymaslikni tavsiya beraman. Целевая частота кадров. Qisqacha qilib telefon FPS. Отображение убитых персонажей. Bu funksiya siz otgan dushmanlarni o'sha raunddan oxirigacha o'lik holda o'sha yerda otishini ta'minlab beradigan funksiya. Улучшение видимости персонажей. Sizga dushmaningizni aniqroq, yarqisi balandroq sifatda ko'rishingizni ta'minlab beradigan funksiya. Qorong'u joyda turgan dushmaningizni ko'rish uchun juda foydali funksiya. Va управление. Перекрастить shu bo'limidan pressiningizni rangini to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Va bu bo'limdan pressiningiz shaklini o'zgartirsangiz bo'ladi. Va shu funksiyani eng oxirida tip перекрастить degan joyi bor. Dinamический va statik funksiyalari.
Agarda dinamический funksiyaga qo'yganingizda sizning pristelingiz qimirlab turadigan bo'ladi. Bu funksiya sizga o'qni qachon aniq borishi va noaniq borishini aytadi. Agarda tip prekrastie bo'limida statichniy qilib qo'ysangiz, sizning pristelingiz umuman qimirlamaydi. Va mening chustitelim agar kimgadir kerak bo'lsa. Расположение knopka. Bu funksiyadan siz o'zingizni tugmalaringizni o'zingiz to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Va ko'pchilik PUBG'da o'tgan igroklar so'ragan nastroykasi. Xuddi pristelni bosib turgan payti pristel ochib, yuborgan payti pristel yuboradigan funksiyasi. Pristel ustiga bostirib, najit tugmasini удержание qilib qo'yish kerak. Va siz bosgan paytingiz pristel ochadi, qo'lingizni olishingiz bilan pristelni ham qo'yib yuboradi. Bu AVM va shunaqa pristel ochadigan arjularda bo'ladi faqat. Giroskop va giroskop bo'limida выключен bo'lib turadi. Odatda o'sha выключен yoqib qo'yishimiz kerak. Va giroskopni tagidagi mana shu ikkita funksiyani o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Bu giroskopni noto'g'ri tarafga aylanishini ta'minlab beradigan narsa. Uni ko'pchilik o'ynamaydi bunda. Va men chustitelim va mana shu gerisni polni maksimalida qo'yib qo'yishingizni maslahat beraman. Va zvukni ham xuddi men to'g'rilab qo'yganday to'g'rilab qo'ysangiz, o'yin payti sizda ham normalniy zvuk eshitsa bo'ladi. Hozircha videomiz shularga iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmasi esdan chiqmasin. Biz yaqinda 2000 ta bo'lishimiz kerak. Get a mask, go fill it with brute. Get a mask, go fill it with bang.